O'rtoq, kechirasiz. Qarab oladigan odam bormi? Tur ana klientga qaragin o'zing. Meni ishim ko'p, men hisob kitobini qilishim kerak. Okey, oladam yo'q. Hali bu klient. Turishini qarang. Nima? Tur qara. Voy. Bo'pti, xo'p, okey. Nima xizmat, okey? Menga mana bu kaflingiz yoquvdi. Nech pul bu kaflingiz? Hozir qo'yibdi o'ziga, ko'rmadingizmi? 154.800 so'm, okey? Necha kvadrat kerak o'zi? Menga 20 kvadrat kerak edi. Bo'ldi, okey. 3 million bo'larkan. Hozir bir narsa sal noqulay bo'lyapti. Uyda ustalar ishlayapti. Yonimda 1 million pul bor edi. Ertaga xudo xolasa oila olardim-da. Agar ishonsangiz, hozir o'sha 1 millionni berib, ertaga oila olsam, qolgan 2 millionni bersam bo'ladimi? Ishonsangiz? Okey. Hazillashyapsizmi? Unaqa narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Bersa yaxshi bo'lardi. Okey. Pulingiz bo'lganda, olingiz tushganda kelasiz unda. Mayli. Oy, bu assortimenti ko'p ekanmi? Mas Toshkentdagi nomerali magazinga olib keldim, aka assortiment bomba bekda. Do'kon nomi nima ekan? Ha bo'lsa konsent. Yurchi ko'raylik. Klient zo'r keldi, okey. Hozir o'zim qarayman. Ajoyib bo'lasan, boyib kelgan klientga qaragansan, yo'q bu deyotganding. Har doim bir xil bo'lgin, odam ajratmagin. Ko'ravering, hozir o'zim qarab tashlayman. Bir kun ta'ziringni yeysan desam bola bor. Assalomu alaykum, okey. Xo'p, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimi o'tib, tuzimsizlar keraklar, okey. Nima ichasizlar? Choymi, kofemi, okey? Shart emas. Nima xizmat, okey? Qanaqa kafillik kerak edi? Men kafiling nech pul? Okajon, bular hozir skidkada. Sizlar uchun 154 ming beramiz. Kan buni bo'ladigani shumi yo kelishtirib berasizlarmi o'zingizga? Che gaplarni ham shirin gapirgansiz, okey? O'zi necha kvadrat kerak edi? 500 kvadrat kerak, mana shu kartadan kelishtirib beringsan. Okajonim o'zi skidkada-da chiroyli narx berganmiz, o'g'ringlar. Bo'ldi ukan, 500 kvadrat chiqarib olasan, bahodir lakasi tashlab berasan. Pulini faqat ertaga bog'la tashlab ketadi ukan. Ha, bo'ldi, okajonim. Nimasi shu? Assalomu alaykum Rustam aka. Alaykum. Ertaga ayting Rustam aka, maslahat bering. Nima bo'ldi yana? Ana klientlar bor-ku kelgan. Mashinik ekan, okey. Bir xatdan telefon ko'tarmayapti. Pulni bermaganmi? Yo'q, pulni ertaga dedi. Soat telefoni ham o'chirdi. Umuman ko'tarayotgan edi. So'nggi pishirma o'zingga dushman deb aytishadi, to'g'ri aytishganda eskilarimiz bor. O'shaning uchun odamlarning ko'rinishiga qarab, turishiga qarab, kiyinishiga qarab e'tibor bermang. Har xil odam bor, 5 qo'l barobar emas. Sizlarga ham tavsiya qilaman, yosh sotuvchi xodimlarimiz odamlarning ko'rinishiga qarab, kiyinishiga qarab e'tibor bermanglar. Aks holda sizlar ham shunaqa holatga tushib qolishinglar mumkin bo'ladi.